Jigar, yangi texnikangizda shundan birini bosib yuborasizmi deyman ha. Demaymiz. Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, bizani kuzatayotgan obunachilar. Yaxshimisizlar, hormanglar bilan. Xudo xolasa Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga yasayotgan plugimiz xudo xolasa 2 kunlik ish qoldi. Lemuxlarning turishini ko'rishingiz mumkin. Buni keyiniga, bundan keyin yana bitta 4 talik zakazimiz bor. Xudo xolasa uni ham tezlashtiramiz. Burada ramalari, zagotovkalari bor. Ichkarida ishlab turibmiz. Kimga shunaqa sifatli texnika agregati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Kelishilgan narxlarda yasab beramiz. O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan plugda bu. Qattiqligini, O'zbekiston yerlari qattiqligini hisob-kitob qilib, o'shanga moslashtirilgan. Mana shu joydan bitta usulini rama, yana bitta rama ketadi. 3 talikka 3 ta rama ketadi. Oldini, bo'ynini, vallarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Katta valdan bo'ladi. Xudo xolasa moshni qilib, chiroyli qilib yasab beramiz.